Hammaga salom. Hamma nima instrumentligini gidravlitskiy press bilmaganlar uchun aytib qo'yapman. Xeyterlar shunga ham mero qilib o'zlaringizni azoblamanglar. Xo'p, bu nima uchun kerak? Bu kabellarni presslash uchun, mana bu holatga keltirish uchun kerak. Bu mnogojelniy kabel uchun juda ham yaxshi narsa. Kabelni mashinistini o'zini holatida ushlab berish uchun kerak bo'ladi. Press qilmasdan ulasa nima bo'ladi deydiganlarga, press qilmasdan ulasanglar, kelar ko'p qiziydi, slishkim bateriya ko'payib ketishi mumkin. O'shan hisobiga press qilib nakonechnik bilan qo'ysa, mnogojelniy kabelda hamma uchun yaxshi, zo'r bo'ladi. Maslahatim hammaga mnogojelniy kabellarda press ishlatinglar yoki nakonechnik qo'yib, gilza qisishga harakat qilinglar har doim. Juda ham yaxshi narsa bo'ladi. O'sha kabel o'zini mashinasida ishlab beradi o'shanda. Boriga обязательныйлigi gilza olgandan keyin pressda qilsanglar. Ikkita stoliga o'xshab press bo'lmaydi, lutch molotok bilan yaxshilab urib qo'yish kerak degan bo'lar bo'lmas gaplarga uchib yurmanglar. Bitta usto kelib qoldi, bir joyda ishlayapman, pressda qilyapman. Bitta mana shunaqa solnechniy panel invertorlarda akkumulyatorlarni olib taqlayapman. Usto bu nima dedi? Gidravlitskiy press dedim. Keyin nima qiladi bu? Shu mana nakonechnik qilyapmiz. Ha dedi. Mana elektrikman deyapti. 30 yildan beri ishlayman deyapti. Shu narsani hech ishlatmaganman deyapti. Bu narsa kerak emas deyapti. Keyin yo'q aka, ne demayman dedim. Bu narsa dedim kerak dedim. Mnogojelniy kabellarni dedim press qilib qismasa dedim, nima ahvol bu? Qanday bo'ladi dedim. Bo'lmagan narsa, bunaqa edi dedi. Ha aka, yoshingiz katta dedim. Indamadim. Aka aytayapti, bo'lmaydi, kerak emas, men shuncha yillik stajim bor deyapti. Men uyda turib shuncha men to'g'ri odamnikidek stajim yo'q, lekin o'zim bilgan narsaga o'zim shubha qilib qoldim-da. Press yaxshimi o'shanda? Yo molotok bilan urib qo'ygan yaxshimi? Endi davrlarda bo'lmagan bo'lishi mumkin, to'g'ri tushunamiz, nima deymiz. Hammani fikri har xil-da, baribir. O'shanga qanaqadir hasad bilan gapirdilarmi, endi bilmadim endi. Xullas. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Sizlarga rahmat shu joyga kuzatganlar. Jonlari sog' bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.